Әң надыр, әң еңі, сүзіклік yuqur болған filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. To'xtanglar. Biz yog'ochchilik shirkatidan cho'ng eshikli remont qilib keldik. Ems to'xtab turinglar. Sizlar yog'ochchilik shirkatidanmi? Ha, shundoq. Biz pul topshirib olgan. Sanduq ekan, tekshirib boqay. Bo'ldi, kirsanglar bo'ldi. Ma'qul. O yoqqa berib qarab boqaylik. Portlatqichni qo'ysak bo'la. Hojatxona qo'yaylik. Ma'qul. Harakatingiz tez bo'lsin. Portlatqichni bu yerga qo'yaylik. Qandaq, remont qilib bo'ldinglarmi? Ha, qilib bo'ldik. Yana biringlarchi. Hojatxona kirib ketgan. Hozir chiqadi. Yasab bo'lgan bo'lsanglar, bu yerdan ketinglar. Biz 5 tishini taqaymiz. Ha, ma'qul, ma'qul. Qandaq? O'rib bo'ldi. Portlamay qolmasa. Xotirjam bo'ling. Chataqli. Bo'ldi, mayli. Bog'chi,
Xo'jayin. Qaytib keldim. Bauji, qanaqroq? Penshuyda bir xabarga erişdinglarmi? Buyrug'ingiz bo'yicha Panshin oisida maxfiy tekshirish etdim. U ya'ni Kommunist partiyasining 4-dala armiya alayli askar qismi egallayapti. Men noyishchida 2 kun turdim. Ko'p taraflardan tinqilab bir maxfiyatlikni bildim. Qandaq maxfiyatlik? Kompartiya Panshinni ishg'ol qilib olgan shu kuni 142-diviziya shtabi kelishmaslik uchrabdi. U ya'ni egallagan kommunistlar bizning alayli kichik tarafdan qarshiligida ig'ir ziyon uchrabdi. Alayli kichik atrat? To'g'ri. Keyinchi Ondan keyin kompartiyaning alayli gazarma atratiga hujum qildi. Alayli kichik qo'shin butunlay halok bo'ldi. butunlay halok bo'libdi. To'g'ri. Kommunistlar xabardan yelib ketishning oldini olib, qo'l ostidagilarni tarqatishni qattiq cheklabdi. Alayli kichik atrat. Alayli kichik atrat. Ha. Changtang shu kuni Penshuyga telegramma avatibdi. Ularninkilarga bekitdi. 142-diviziya ekanligini aytibdi. Bu alayli kichik qo'shin Changtang tashkillagan guruh emasdi. Men shunda qo'ylagan. 142-diviziya shtabida Changtang va uning alayli kichik guruhidan boshqa yana nadin kelgan kichik atrat bo'lsin. Sen bayatdan bu kichik atrat butunlay halok bo'ldi deding. To'g'ri. Xabar ishlanishlikmi? G'oyat ishonchlik. Agar xabar ishonchlik bo'lsa, ondaqda 16-nomerli qasrda turayotgan Changtang kompartiya bizning oramizga avatgan jasus. Men shunda qo'yladim. Bo'lmasa Panshuydagi kompartiya armiyasi nimishqa bu xabarni tarqalib ketishini to'saydi. Men bu salxaliklik his qilgan. Nimishqa Changtang Penshuydan ayrilgandan keyin boshqa bir odamga aylanib qoldi. Avatgan telegramma tekstining ritmi meni chaqirish usulimi burunqa faqat o'xshamaydi. Shunsiz buyruq tushirib, odamlarimizni davomli turda uni sinashga avatishingiz sabab mushkanda. Bu yolg'on Changtang ajoyib qaltis odam ekan. U necha qatim ig'ir sinovlardan o'tib, mening ishonchimga erishgan edi. Qandaqli bo'lsin, yolg'oni hamon yolg'onda. Hamon bir kun oshkorlandi. Buyrug'imni yetkaz. Atga harakat amaldan qolsin. Bizning odamlarimiz 16-nomerli qasrdan hozirla ayrilsin. Hey? Chirog'ni nimishqa o'chirib yotgandi? So'zxay. Xodagan. Ular hujursiz o'xshaydi. G'alati ish. Ular nima ketgandi? Mayli.
Çıng Şüyende görüşeyli. Xo'jayin. Ha? Xo'jayimiz bilan ko'rishmoqchimikan? Men sonsi xayla avval ketib qolgan gap. Nima izlayapsiz? Bu yana nimani tushundirdi? Bu nimani tushundiradi? Acaba aqlli chin qo'mondan buni tushunmay qolarmi? Siz bilan gap talashib o'tiradigan vaqtim yo'q. Qandaqa? Sizlar nima o'yin o'ynayapsizlar? O'yin? O'yin qo'yayotgan odam sizg'u deyman. Gapingizni tushunamadim. Onu tanımsiz. Ko'rib boqmabdi ekanman. Onun ismi Zhang Baoji. Xo'jayin maxsus Pingshuiga sizni tekshirish uchun avatgan odam. Endi u tushungansiz. Bu nima gesa? Yana bir qadim sinashqimi? Sınaş.
Bu qitim sizning o'ladigan kuningiz keldi. Kıpırdama! 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 So'rab baqay. Bu nima uchun? Ma'qul. Men saqlay. On birinchi ayning 18 kuni men Chingtang avatgan telegrammani topshirib oldim. Uning deyishicha, ular Pingshiga yetib keldik. Kelarki bekat 142 diviziya shtabi debdikan. Sen xo'jayin? Shundaq, men sen izchil ko'rishni orzu qilgan, biroq ko'rishammagan xo'jayin bo'laman. Sen oxir o'zing oshkorilding. Biroq sen hozirgacha haqiqiy salohiyatingni oshkorlamading. Sening haqiqiy salohiyating deganing nimani ko'rsatdi? Sen haqiqiy Chingtang emas. Undaqda men kim? Kompartiyaning jasusi. Bu bir necha so'zni sana boshqalar yetkazgan, shundaqmi? Sana qo'l qo'yman. Ish bu darajaga yetsimi, sen yanada ig'ir bir silq bilan oldimda turasan. Chunki mening ko'nglim nihoyatda to'q. Sen boy degan o telegrammani men Pingshiga kelgandan keyin sana avatib bergan. Yo'q, sen xatolashding. Sen emas, Chingtang avatgan. Men Chingtang bo'laman. Agar sen Chingtang bo'lgan bo'lsang, oxirdagi ishlarni cho'qim esingda tutgan bo'larding. Albatta. Shu kuniga simsim yomg'ir yog'di. Taxminan soat 3lar atrofida. Men maxfiy tapancha ovozlarini angladim. Keyin bildimki, Pingshu noyisini dushmanlar ishg'ol qilyapti. Men va birodarlarim 142 diviziya va diviziya komandiri Javyudani va shtab ichidagi barliq harbiy amaldorlarni o'ldirib etdim. Sen nima ishqulani o'ldirib etding? Chunki ular qochmoqchi bo'ldi. Ya'ni kelib, Javyuda mening salohiyatimni biladi. Men uning tirik pet kompartiya armiyasining qo'liga tushib qolishini xohlamadim. Mundaq degan keyincho men o'qituvchim Stevenga buyruq tushirib, 9 usti margan bilan bino ustining eng egiz yeri turib, hujum qilib kelgan kompartiya armiyasini to'sib turishni aytdim. Bu bizning chekinishimizga vaqt ajratganlik. Chekinish, anglashimcha, u kuni bino ichidan hech qanday bir odam tirik chiqmabdi-ku. Sendan so'rasam bo'lamdi. Bu gaplarni sana kim aytdi? Men. Sen naq maydonda bitding? Undaq emas. Undaqda bino ichidan birmi odam tirik chiqib ketmaganligini qanday bilding? Men Pingshuda boshqalardan xabar egalladim. Pingshu ishg'ol qilingan kuni kompartiya armiyasining bir rota askar qo'shini 142 diviziya shtabini butunlay ishg'ol qilib olgan. Keyin kompartiya armiyasining alayda gazarmetrti bino ichiga hujum qilib kirgan. Chingtang va uning qo'l ostidagilar ularning qo'lida butunlay halok bo'lgan. Sen o'z ko'zing bilan alayda harakat gruppasining butunlay halok bo'lganligini ko'rdingmi? O'z ko'zing bilan Chingtangning jasadini ko'rdingmi? Men sen o'z ko'zing bilan ko'rdingmi? Men ko'rmadim. Undaqda nima ishqa hamini bir tayoqda haydab, alayda harakat gruppasini halok bo'ldi deysan? Men bu o'qitimga jangga qatnashgan kompartiya armiyasiga askar eg'izdan oldim. Buning yolg'oni bormi? Yana bir qatim so'ray. Kompartiya armiyasining askari o'z og'zi bilan Chingtang va uning gruppasi halok bo'ldi dedimi? Shundaqmi? Albatta undaq emas. Kompartiya armiyasi qandaqmi Chingtangning ismini bilsin. Undaqda kompartiya armiya askarining og'zidan nimalarni oldi? Ular faqat menga binoni qo'rishib oldik. Ondan ularni gazarmetret bosib kirib, bino ichidagi dushmanlarni butunlay yo'qotdik dedi. Ishga dushman? Yaxshi dedim. Undaqda bino ichidagi dushmanlar alayda harakat gruppasidagi a'zolarning hammasini ko'rstamdi. Senchi kompartiya armiyasi binoni qo'rishib olishdan burun men bir qism odamlarni qoldirib, u yerdan chekinib chiqamandim. Obdan qarab baq. Bu nima?
Bu nima? Bu 11 ayning 28 kuni atdiganda bino ichida o'lib ketgan 10 qarindishimning salohiyat guvohnomasi. Bu nimani tushuntirib berdi? Sen tushunmaysan. Yanala xo'jayiningga bergin. Bu nimani isbotlab berdi? Bu 10 salohiyat guvohnomasi Can Bauji degan butunlay qiyinchilikda qolgan alohida harakat guruhisini ko'rsatdi. Demakchi bo'g'uning Can Bauji degan barliq guruhga mana bu salohiyat guvohnomasidagi 10 odamni ko'rsatdi. Biroq sizlar bo'lsanglar binodan qochib qutulib, Pingshudan ayrildinglar. Sening-chi? Yushan, Xo'jayin. Meningcha uning deganlari amaliyotga uyg'un. sen ismimni bilamsan? Bilmayman. Biroq ching tang bilatdi. Onun oldida u doim mening haqiqiy ismimni chaqirib turib telegramma yo'llaydi. Biroq sizlar Pingshudan ayrilgandan keyin meni chaqirish usulimi o'zgardi. Men asaldan sening ismingni bilmayman. Mav idora boshlig'i menga aytib bermagan. Albatta, sen texmi aytmagan. Meningcha naq maydondagi odamlar ichidami sening haqiqiy ismingni biladigan bir odam yo'q. Biroq ching tang bilatdi. Yana bir qatim deb qo'yay. Men ching tang bo'laman. Sening tushuntirishingmi bak mujmallashib qoldi. Kompartiyani men obdan tushunaman. Menga nihoyat ayon. Hech qanday odam bunda qo'rshovda qolganda qochib qutula olishi mumkin emas. Ching tangmi qochib qutulolmaydi. Shunga Pingshuda o'lib ketdi. Albatta, senmi shundoq. Bo'lmasa, davlatning eng yuqori darajalik rahbari qatim janglarda kompartiyaning quli bo'lib qolmasdi. Shu sababdan sen bayatdin deganlaring faqat o'zing to'qib chiqqan ajoyib ta'sirlik bir hikoya. Bundaq bo'lsa-qandaq? Ati biz o burkda birinchi planni g'alabalik tugatgandan keyin bu to'g'riliq paranlasa qandaq? Bundaq ahvolda bu plan eng ahmoqonalik. Agar sen burkda ulash birinchi planni ijro qilsang, undaq sen texmo chingtang emas. Men buningga ishonaman. Biroq sen unda qilolmaysan, chunki sen kompartiya. Men helimi qutluklayman. Agar bir kun keyin oshkorlanib qolgan bo'lsang, biz balkim qo'lingda o'lib ketgan bo'latdiq. Sana aytib qo'yay. Sizlar cho'ng xatolashdinglar. Qaraganda sana o'limdan boshqa yo'l yo'q o'xshaydi. Eng oxirgi savolim. Mening qo'l ostimdagilar-chi? Sen tezla ularni ko'rishga nasib bo'lasan. Siz bu yerda turib, meni ular tarafini o'ltirganligimni o'z ko'zingiz bilan ko'rmoqchi, shundaqmi? Kechiring. Sizga yordam qilolmayman. Gerçi sen bana yaxshi muomalat qilgan bo'lsangmi, biroq hayot qilishing men uchun og'ir bir g'am. Bugundan boshlab men oxiri xotirjam bo'lgan bo'ldim. Sen pek ahmaq. Ham pek bechora ekansan. Qalaymiqan etib o'ldirilgan odam eng bechora bo'ladi. Agar sizlar meni o'ldira olsanglar, undaqda cho'ng xatolashgan bo'lasizlar. O'lim tumshuqqa kelgandimi, shunday gap qilamsan. Men rostilla san qo'l qo'yganimdan ortiq gap topolmay qilyapman. Tez qo'l sol!
Bunu öldüreyli! Biradərlər, onu qovlanlar! Toqum onu öldürdünlər! Tez! Tez bulunlar, tez! Biradərlər, bir yana təfsili axtırırlar! Hop! Әң надыр, әң еңі, сүзіклік yuqur болған filmlər Səlkin Süzük film munbirdə. Tor bekat adresimiz www.shjsalkin.com.
bo'lgandi? O'lmabdi. Muncha qarab mengla, tez! Tez bo'laylik, tez! Tez! İşte küçüge, ben çok onu öldürüydü ben! Yürü ulan! Mayli! Tez ol ulan! Tez! Tez! Tabancının ovada üstünü çıkardı. Tez ol ulan! Ha! Git ulan! Tez! Ablah! Yani geçip kaptık. Qayma. Menimcha birodarlar qilib bu yerni tekshiraversin. Biz bu yerdan chekinib ketaylik. Bu ablah pek yomon nima ekan? Ben ketmeymen. Bu şimdi köp adamdan onu öldüremeydiğine işlenmeymen. Hammasi mayli. Sana amra bulamaydigan bo'ldim. İhtiyarım. Birodarlar, chekinaylik. Hop! Buraderler, erişmeyin lan! Bu yerda yushuringda gap bo'lmasa, uchuqim kelmaydi. Qo'roq gapni oz qil, menga erishma. Bo'pti. Seningcha men uni topa olaman. Ikkimiz uning eliyotgan tirnog'ini tankamaymiz. Meningcha bu yer bexatar ekan. Bu yerga yushirinib olaylik. Yur. Sinize hilneyranların köpte senin.
Şep anlatıdı. Qarab qaya. Ma'qul. Aka, anla. Munch tarafta geldi. Tez! Aka, özledem gel. Aka, çıkın hele. Başkalarına emmiz ketdi. Biz bir cinimiz sepemeli. Ablah! Onu öldürmeyeceğim. Herkes gitmeyme. Çıkınla bu yatkınla. Kalkınla. Ben bilem yanınla. Hop hop. Aka, bir yerde adam yokken. Sen adamı almastı mı? Adamı almastı mı? Çiklerini içip hem yana oturla. Hop. Bu yana kanamın patlak kuşmasın. Yani çokum başka adam bak. Oturla. Kimken? Kimdanken? Bilmeymen. Qaramam sen. Akımız mı? Bizni taşlap ketip kaldı. Şu emas mı? Biz neymiş onu dep canımızı sepegilekmiz. Kögen sen. Akımız mı? Bir cazanı xor. Biz cenimizni onunla tikip nemi qilamiz? Doğru. Gidelim. Eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqur bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Umutçu diken. Tez bana